tuman pasport bo'laman, siz ham men bo'dikamni Abduyoz orqa yozyapti. O'zbekiston qoidabuzarligiga hujjatlar cheksiz maqsadda to'xtatdim. Nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilyapti belgilangan tartibda. E'tiroz va shikoyatlaringiz bo'lsa, bizning yuqori turuvchi organga murojaat qilsangiz bo'ladi. Oqoltin tuman hududida o'tkazilgan nazorat reyd tadbiri davomida Nexia transport vositasi to'xtatib tekshirilganda me'yor hujjatlari yo'qligi aniqlandi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-moddasi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasini vaqtincha saqlash uchun evakuator yordamida jarima maydoniga yuborilyapti. O'ninchi sinfda pasport olganmisiz? Nega avtotransport vositasini boshqarib kelyapsiz? Mumkin emasligini bilasizmi? Sizga nisbatan ham ota-onangiz bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. 17 yoshdaman, 10 sinfda o'qiyman. Qoidabuzarligim tufayli GAI xodimlari ushlashdi. Tengdoshlarimga ham boshqa bunaqa qilishini tavsiya bering. Qoidabuzarligim tushundim. Divider uchun transportni to'xtatib tekshirilganda haydovchining me'yor hujjatlari yo'qligi aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha ma'muriy bayonnoma tuzib, transportni vaqtincha jarima maydoniga